Toyota GR86 Coupe. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, ko'pchilik aka-ukalarimiz so'rashyapti. Sotuvga yana yetib keldik. 2025-yil modellar zo'r narxda. Xabaringlar bor. Bundan oldinroq biza birinchilar qatorida Kavsar jamoasi GR86 larni O'zbekistonga olib kirgan edik. U ham 2 dona kirgan. U ham bo'lsa Surxondaryoda o'zimiz ukamiz haydab yuribdi. Kichkinagina bir obzor bilan bir tushuntirish berib, narxlarni oxirida aytib ketamiz. Oldinlarini bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Toyota Radar, Faramavayke, Luparik faralar turibdi. Shunaqa zo'r mashina. Keling, motor haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Subaruga bir e'tibor berasizlar. Xuddi shu kuzovda Subaru bor. Bu Hasan bo'ladi. O'shani bazasida yig'ilgan 204 atmosferli motor bo'ladi. 228 ot kuchi, 250 Nm bo'ladi. Sport Coupe. Rullarimizni ham bitta ko'rsatib keting. Qora bilan qizil strochkalarni bergan. Mana shu GR eslatib turish uchun har bitta joyda urg'u berib ketilgan. Alkantarani ham joy-joyida ishlatilgan materiallar bor. Sidinalarimizni ham alkantara, qora koja bilan eshik yo'llari qizil koja, qora koja, alkantara, sidinalar ham sportivniy, har bitta narsa bor, u GR-ligini bildirib turadi. Keyin undan tashqari oyoq uzun odamlarga ham mazah ketadi. Keng ichlari ham. Mana multi rullar ham lipstokli. Avtomat korobka 6 pog'onali, 0 dan 100 ga qo'zg'alishi 6-6 sekund. Keyin bunda mana zimniy rejimlargacha bor. Bitta ko'rsatib o'tib keting. Zimniy rejimlargacha bor. Abduf, abagrev, bez ramka eshiklar. Mana nafas yo'llarini juda ham chiroyli ishlangan bor. Har bitta narsasi aerodinamikalargacha. Spetsialiy 18 diska balonlar turibdi Michelin. Kuzovlari shunaqa chiroyli ishlangan, o'zimga ham yoqadi orqa stopliklarning turishini. Bismillah, orqa xonasini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Hop, yuk xona hajmi 80 litr atrofida qadrdonlar. Bu urg'u mashinalar sportivniyligiga berilgan kupe, ikkita qilib turishini qaranglar. Hamma narsa joy-joyida qilingan. Buni qadrdonlar Sip Toshkent $41,000 qilib beramiz.